Tirişish başqalarning bizni qaltiskan deyish uchun emas, balki o'zimiz yetmoqchi bo'lgan ana shu go'zal arzu armonlarga patroq yetish uchundir. Salam sabah kuychilari, salam ekran oldida turib sabah kuyimizni taqozolik bilan kutayotgan qadrdonlar. Shu tata dehqonlarda bo'layotgani Xinjiang Eksan kiyim-kechak chekish shirkati tajdorligini olgan. Xinjiang Sabah madaniyat tarixi chekish shirkati ishlab hozirlangan sunayotgan sabah kuyi programmasi. Qadrdon do'stlar, har son programmamizda yangi kuyimiz orqali sizlar uchun xizmat bo'lyapmiz. Bo'lsa barmoqlaringlarni ishga silib, har bir son sabah kuyi programmamizni fanshan qilib, yininglardagi yaxshi kelgan do'stlaringlarga avatib qo'yishni unutib qolmaysizlar. Ham bahriliginglardan bizning programmamizni izchil yaxshi ko'rganliklaringizni va doim taqozo ekanliklaringizni bilib tursak, his qilib tursak degan umidda. Qadrdon do'stlar, bo'lsa programmamizga aziz mehmon o'ziniki shu jushqun qiyofati eng muhimi men yaxshi ko'radigan bir tarafi nayt yumoristik so'zlari va qiyofati orqali har qitim kelganida bizni kuldirib umrimizni uzatib ketayotgan yaxshi bir ijodiyatchi, yaxshi bir naqshchi do'stimiz Turpanninki g'o'rlarning yedi kelyotidi, chechaklar ham purayotidu. Murodjon Muxtar qarshi olamiz. Rahmat. Murodjon, sizga rahmat. G'o'rlardan olib keldingizmi yanchuqlarga? Keldim. Hali taqtimiz. Sabahkidagi bolalarga. Sen bir naqsh anglamaydiganmiz bugun? Açık-çıkma bugünkü naqşı tatlıqmı? Şo'xroq naqshi, şo'xroq. Unda tatlıq ekan, ha? Murodjon, sizning nurg'un do'stlar, sevgindi, yaxshi ko'rdi, qani bir salom yo'llab o'tmamsiz. Ekran oldidagi barliq tomoshabinlar shundaqla Sabah kuyi programmasininki ishtirokchilari hozirgi vaqtinglar texmi go'zal bo'lsin. Men Murodjon Muxtardan sizlarga yolqinliq ehtiromlar bo'lsin. Rahmat. Aş yalqınlıq deyiş orqali o'zingizning shu yalqin tog'dan kelganingiz bir davaldingiz ha. To'g'ri, har bir qat ifodalab turmiz saqlamaydi. To'g'ri. Nimishki shu atiyazdan boshlab, chechak ichilgandan boshlabla, ash turpanga bak shunda bag'im kelibdi mening. Turpang basaq birinchidan bir xil havo, shunda yiqishliq. Andan shu chechaklar uchib turgan vaqtlar menga bak bir go'zal rasmlardek, go'zal bir manzaralardek shunda bir huzur berdi. To'g'ri deysiz. Hozir mushtapda 5-oyda bo'lsak, ujmi pishidi hamda taqimi yaxshi vaqti. To'g'ri. Ujum pishidigan az qoldi ya do'stlar. Men chiroyli naqshlarni mashinalarga qo'yib yangirtib, turpanga berib sayl sayat qilib kelishni faqat unutib qolmanglar. Turpang basanglar balki Murodjon oldinglarga chiqib bo'lmaydi bu balm aldirash. Lekin hozirgidek musobaqa kuyimizni yo'qlab turish orqali o'zining naqshi orqali har vaqtinglarga, har minutinglarga hamroh bo'la oladi. Shunday desak bo'lamdi? To'g'ri. İcadiyatlaringizni davomli anglab kelyapmiz. Birla savol sizga. İcadiyat ilhomingiz qayerdan keldi? Turpandan deb tugatasiz a? Men ham ko'pincha vaqtlarda ijodiyat kasbi bilan shug'ullanmasammi, bu akkordlashtirish xizmatimi yerim ijodiyatga kirdi-ku. Men shu ko'proq vaqtlarda o'zimniki ilhomini shu har qaysi ustozlarning naqshlarini anglash orqali va yoki o'zimda ancha-muncha oya beylarni ko'rib deb ketsam. Sayat qilish orqali har qaysi ustozlar bilan fikr qilish orqali o'zimga ilhom topmaydi deb o'ylayman hamda o'zim. Naqshig'imiz shu, ijro, shundaqla muzika akkordlashtirish shu. Hamda-chu. Rahmat. Masalan, shu muzika akkordlashtirish xizmatini ko'proq o'taysiz-ku, o'zingiz bayon qildingiz. Mush jarayonda ham deyilqimi shu san'atdan faqat hujayrisi yo'q. Lekin men o'sha naqshini aytgan hamda shuni akkordlashtirib berang deblam ketadiganlarga yo'liqib qolamsiz? Yo'liqib qolgan gap. Aytsangiz qanaqa qilasiz? Bu vaqtda hamda biz bir anglab uning gapidil o'ramidilla bu kasbga ancha ishkirlab cho'nqirlab kirib ketmaganligini his qilib bo'ldi-ku. Bularga o'zining loyiqida to'g'ri tushuntirib, to'g'ri yo'sinda tushuntirib, kallasidan o'tkazib, tushuntirgandan keyin noyatimi qoyilligini bildirdi, hamma uni kuldirib, buni qilib chaqchaq qilib ashlarniki ko'nglimni moyil qilib, san'atga bo'lgan tushunchni taxmin cho'nqurlashtirib, qanday qilsa bo'ladigan, qanday qilsa bo'lmaydiganligini shayda bildiriblam. Ilhom berib hamda ularga. Hamda ishlar o'zi ijodiyat olib kelsa men ba'zi vaqtlarda o'zim aytib bermaychi. "Mana puroqni mundaroq olsangiz bo'pti desam, baxo'sh o'tdi." Shuningdan atrofimdagi meniki ma'nozlik ishiltib kelayotgan biz cho'p qatlarimiz deymizmi? Shularni aytdim, rozimanlik bilan men shu qo'shildi-chu. Pulni bergandimi, arashim. Shtal etib-tutganda so'ng bog'lana. O'ningda gap yo'q. Bu savolni so'rashimda Murodjon, hamda hozir asosan do'stlar hamda naqsh etishga xili erisman bo'lib qoldi-chu. Shaxsan men shularning ichida bor o'zimcha. Shu naqsh etishdimi o'zimni bek hozir topman, bek yaxshi ko'rman.
Onun üstüge müşəmməylə bulubmu, sizlər oxşaşmış naqş kəsb bilan şug'ullanayotganlar, sahadagilar, "Voy, yaxshi aytibsiz" degandekilla bir xil xo'shib ketib, qanoat his qilib ketib, "Ha, menmi bir naqsh aytsam bo'ldi ekan" degandekchi. Endi ba'zi kishilarimiz shu naqsha, udar, ritm, sezim deganlarda faqat yo'q holatda ma'lum bir mushta san'atkorlarni qiynab qo'ydi ekan. Bundaq ishlardan endi biz xoli emasda. Shunga mushunaq vaqtlarda mumkin bo'lsa do'stlar, qushqash bo'lsa-mu qassob so'ysin deydi. Nimishqa bizda azroq talant yoki iqtidormi muhimroq o'rinda turdi. Buni qani men yerisman, men havaskor debla o'zimiz qat'iy qamlashtirolmaydigan ishni qilgandan o'zimiz qila oladigan ma'lum bir ishdan natija qozonsak, bumi o'zimizning qobiliyatimizni namoyon qiladigan bir o'tkalda. To'g'rimi? Shunga hamda mumkin bo'lsa, agar san'atga haqiqatan ishtiyoqingiz bo'lsa, iqtidoringiz ham bo'lsa, mushuningda uzib chiqishga bir sahna izlayotgan bo'lsangiz, qani keling, mana shu sabah kuyimizga mush o'rin, mush mikrofon sizga ham tava. Ammo siz bu sohaga qat'iy yaqin kelmaydigan, boshqa sohalarda alaydigingiz bor kishi bo'lib qolsangiz, shu sohangiz uchun tirishingki, hargizmi o'zingiz qilolmaydigan ishga vaqtingizni isrof qilmang. Chunki tanlash tirishchanlikda muhim. Qaysini tanlasangiz, shuningga tirishing demoqchi. Sizcha to'g'rimi deganim? To'g'ri deysiz. Siz bu gapni siz bilan bir gap esim kelib qoldi. Qiziqarli ish esim kelib qoldi. Chayni quyayman onasi. Bu bir adamiz muzik ishlatgil keldi-da menga. Yaro degan naqshni aytmoqchi ekanda bu. Tasqo naqsha. Shu. Bu naqshning kuyini men sal egizroq chilitib qoptiman-da buni. Shu muzika boshlandi, naqshni aytiblar. Egiz deb o'ynamoqchi egiz deydi. Siz shundayman de o'zingizni qiynamang, men siz uchun xizmat qildiganlarni qiynamang demoqchi, to'g'rimi? To'g'ri. Ha, amsi Muratjon o'zimizcha bir azroq g'ayvat qilib qo'ydikmi nima? Qanaqa ketdi? Undaq emas. His qilganlarimizni ko'pchilik bilan bahrlanganimiz keldi. Muratjon, naq gap kelsak, bugun hamda yan chiqdi kuy, qanaqa kuy? Bugun do'stlar olib kelgan kuyimiz usulluq naqshi bo'lib, Aqsanam temisidagi bir usulluq yangi kuyimiz, sandiqdan chiqmagan naqsha. İcad etgandamsa? Ha, ijodiyat. Aqsanam kimning ijodiyati? Yiliqi dadashnomisiz. Kimning? Mirzahmat, G'o'ldidagi Mirzahmat. Ag'inimizniki ijodiyati. Armanlarda kutib har kun seni seg'inaman yorim. Degan naqshi bor. Mushu naqshning ijodiyatchisi qilgan bu ijodiyat. Ha, men hozir anglaymiz mushu o'xshay deb oxirini anglanlar deb malol deb aytmoqchidim. Hamsi do'stlar, yangi bir kuy huzuringlarda bo'lsa, kuyimizning ismi Ah Sanam. Marhamat. Senem, güzel senem, bana meyli var senem. Yar senem, güzel senem, bana meyli var senem. Bitap oldum dedin de, sen kılma endi elem. Bitap oldum dedin de, sen kılma endi elem. Senem güzel senem, sensiz bana tar alem. Ah senem güzel senem, sensiz bana tar alem. Ual kılma söygümge, sana başın ekidem. Ual kılma söygümge, sana başın ekidem. Ah senem güzel senem, bana meyli var senem. Yar senem, güzel senem, bana meyli var senem. Ual kılma söygümge, sana başın ekidem. Ual kılma söygümge, sana başın ekidem.
etsenem. Ah senem güzel senem, ko'nglimni xush etsenem. İntizar men vestinge, halimga bir yetsenem. İntizar men vestinge, halimga bir yetsenem. Ah senem güzel senem, bana meyli bar senem. Yar senem güzel senem, bana meyli bar senem. İntizar men vestinge, halimga bir yetsenem. İntizar men vestinge, halimga bir yetsenem. Ko'nglimni xush etsenem. Ah senem güzel senem, ko'nglimni xush etsenem. İntizar men vestinge, halimga bir yetsenem. İntizar men vestinge, halimga bir yetsenem. Ah senem güzel senem, bana meyli bar senem. Yar senem güzel senem, bana meyli bar senem. İntizar men vestinge, halimga bir yetsenem. İntizar men vestinge, halimga bir yetsenem. Halimga bir yetsenem. Şu tapda 10 yaşını kütüp algan Eksan markasındaki kiyimler sumbatlık erkeklerimizin beden kurulmasıga, istimal ihtiyacıga, kiyiniş alaydigiga mos halda layınıp işlep çıkarıldı. Yeni devir belgelerde özünü namayan kılıvatkan zamanıvi erlerinin merdane ve celipkar obrazını mükemmellikке yetkizgüçi esli kiyimler del Eksan kiyimlerdir. Eksan kiyimçiligimi mana muşsan programımızın alayda qo'llash bilan birlikda yana sahnamizdagi azizlarimizga o'zining eng yangi fasollardan so'g'atliq tayyor qildi. Qani Muratjon, ma Eksan kiyimlarini kiyib, bu da sahnamizda yangi bir kuy olib kelmasangiz toza yaxshi bo'lmaydi deymdi. Qani qabul qiling. Rahmat. Burunda kiygan-ku siz buni, ha? Ha, men Eksan şirketininki kiyimlarining koni xaridori. Amsa bir minnatdorligingiz bada qilib turdi. Rahmat. Eksan şirketiga ko'pdan ko'p rahmat. Tijoratinglarninki bu uningdan keyin texmo ro'naq tepishiga chin dilimdan tilakdoshlik bildiraman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Eksan şirketiga rahmat. Muratjon, bugungi kuyimiz mu haqiqatan shu usulliq naqshga, endi bu naqshni to'y kunlarda yangrab ketadi deylik. Rahmat. Muratjon, jiraq ko'may shu programmamizni avod qilman deb, o'zingizning yangi kuyingizni shu sabah kuyiga berman zadi deb kelayotganingizdan intayin xursandmiz, minnatdormiz. Ishlaringiz ro'naq topsin. Rahmat. Tomoshabinlarimiz naqshlarimizni yoqtirib anglashini umid qilamiz. Rahmat sizlarga yoqtirib bir anglab baqsanglar sizlarga arzib qolsa jab emas. Rahmat. Rahmat da'vasak ishimiz hozir. Qadrli do'stlar, bu ham programmamizdan kulkanlarga kulki qo'shilgan bo'lsak, hozirgi sho'x kayfiyatinglarga azroq bo'lsa mavzu beradigan bo'lsak, Muratjonning muhodiga chiqadi, Sabodagi barliq do'stlarning xizmatchi xodimlarining muhodiga chiqadi. Xinjiang Sabah madaniyat tarixi tekshirishda ishlab, huzurlaringizga sunib kelayotgan har Sabodagi yaxshi do'stinglar. Xinjiang Eksan kiyim-kechak chekish shirkati tajlarligini olgan bu sanimizni vaqt ehtiyoji bilan hozir oxirlashtirmoqchimiz. Adetki mehmon kimdir Muratjon? Zodi, adetlik mehmonimiz zodi kimdir zodi? Men buni o'qib boqdim. Adetki mehmon zodi kim o? Buning javobini adetki saboqiydan topamiz. Ad ko'rishaylik mamisa. Rahmat. Bo'ldi. Ad ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Halimga bir yetsenem, ah senem güzel senem, bana meyli bar senem. Yar senem güzel senem, bana meyli bar senem. İntizar men vestinge, halimga bir yetsenem. İntizar men vestinge, halimga bir yetsenem. Halimga bir yetsenem.